Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Demak, bugun sizlar bilan mustaqil ish botini, ya'ni sun'iy intellektlar yordamida tayyorlagan botini sinab ko'ramiz. Hop, bunda nima qilamiz birinchi bo'lib? Birinchi mana mustaqil ish boti ochib qo'yilgan. Demak, start berib oldik. Mana mustaqil ish yaratish degan qismini ochib olamiz. Mustaqil ishni kiriting, mana mavzuni kiriting deyapti. Masalan, ekologik xavflar kiritdik. Mana ekologik xavflar necha bet bo'lsin dedi. 15 bet bo'lsin. Mana kiritdik. Integratsiya jarayoni mana so'rovingiz qabul qilindi. GPT, demak aytib o'tishim kerak, GPT bilan bog'laganman, ya'ni integratsiya qilganman buni. Ya'ni berilgan nimalarni GPTdagi IP orqali integratsiya qilinadi jarayon. Albatta, buni orqasida katta mehnat yotibdi. Mehnat qilishingizga degan umiddaman. Demak, ko'rib turibsizlar, mana demak boshlandi bu yoq. 200 ok bo'lib boshlandi. Mana demak natijamiz chiqdi. Xo'sh, natijani ko'radigan bo'lsak, bu yoqda mustaqil ish chiqdi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim ta'minoti titul beti qismi mustaqil ish, ekologik xavflar, talaba, rahbar, rejamiz tayyor, mana xulosa qilingan reja qilish qismi. Bunga e'tibor berasizlar, bu hozir 4 she'r bilan yozilgan, qonun bilan yozilgan. Birinchi bob, ikkinchi bob, uchinchi bob va xulosa qismi. Betiga qaraydigan bo'lsak, 17 bet chiqaryapti. Bu ham yaxshi natija. Chunki qisqartirilgan joylar bo'lishi mumkin. 20 gacha bet yozib beribdi. Buni bemalol sektor tariqasida qo'ysak bo'ladi. Foydalangan bet qismi. Yaxshi, demak natijamiz chiqdi. Natija yomon bo'lmadi, demak ko'rdik mana. Xo'p, keyingi videolarda xudo xolisa yana shunga o'xshash integratsiya namunalarini ko'rsatib beraman. Keyinchalik birga o'rganamiz qanday integratsiya qilishlarni, qayerga bog'lashlarni, qaysi IP'lardan foydalanishni, qayerdan olishni, nega kirib ularni moslashtirishni hammasini ko'rib chiqamiz sekin-astalik bilan. Video yoqqan bo'lsa like, podpiskani ayamanglar. Bu meni birinchi ishim. Kamchiliklarga e'tibor bermaymiz. Sekin-astalik bilan rivojlanamiz. Rahmat hammaga. Salomat bo'ling.